Kunlar isishi bilan suv havzalariga oshqoyotganlar soni ortadi. Dam olish maskanlarida xavfsizlikka rioya qilish esa har qachongidan ham muhim. Quva tumanidagi Karkidon suv omborida kichik hajmli kemalardan xavfsiz foydalanishni ta'minlash hamda suvda cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olish mavzularida press tur o'tkazildi. Bunda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, transport nazorat inspeksiyasi mutaxassislari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar qatnashdilar. Mutaxassislar suvda cho'kish bilan bog'liq hodisalarning sabablari haqida ma'lumot berishdi. Aksariyat holatlar ehtiyotsizlik va xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik oqibatida yuz berayotganini aytdilar. Yoz mavsumida suv havzalari atrofida profilaktik nazorat kuchaytirilmoqda. Fuqarolar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilib, xavfli hududlarda ogohlantiruvchi belgilar o'rnatilyapti. Aynan viloyatimiz hududida sodir bo'lgan suvda cho'kish bilan bog'liq holatlar yuzasidan anjuman ishtirokchilariga axborotlar berildi. Ular tomonidan berilgan savollarga to'laqonli javoblar berildi rahbariyat tomonidan. Bundan tashqari transport nazorati inspeksiyasi bilan hamkorligida bu yerdagi qo'yilayotgan talab, ya'ni o'sha haydovchilarda belgilangan hujjatlari borligi, haydovchilarda belgilangan bilim ko'nikmaga ega ekanligi hamda bu yerdagi o'sha ishtirok etayotgan fuqarolarimizda nimchalar bilan ta'minlanganligi yuzasidan bevosita tadbir ishtirokchilari bilan o'zlari mana ko'zlar bilan ko'rib jarayonda bevosita guvohi bo'ldilar. Suv transportini boshqarishda belgilangan talablar va xavfsizlik qoidalariga amal qilish inson hayotini asrashda muhim omil ekani eslatib o'tildi. Favqulodda vaziyat yuz berganda qutqaruvchilar qanday harakat qilishi, jabrlanuvchiga yordam ko'rsatilishi amalda ko'rsatildi. Ish faoliyatimiz ertalab 8 larda boshlanadi. Ertalab MCS xodimlari kelib bir sira tushuntirish beradi. Hamma yoq tekshirib, qayiqlarda sozligini tekshirib, keyin ruxsat beradi. Shunga qarab shular bilan hamkorlikda birga ish qilamiz. Fuqarolarga qanaqa talablar qo'yiladi bu yerga chiqqandan keyin? O'ziga yarasha talablar bo'ladi qayoqda o'tirgandan keyin. Fuqarolarga chiqqandan keyin albatta bunaqa qutqaruv nimchasi kiydiramiz. Keyin yurib ketayotganda tiktirish mumkin emas. Qo'llarini suvga uzatish, har xil holatlar bo'ladi. Tek qo'ysiz tikka ham turib oladi, qo'llarini suvga uzatadi, shularga qarab ketamiz. Eng ko'p narsasi shu yeb, ichib, maishiy chiqindilar tashlab ketishyapti. Press tur ishtirokchilari yangi tashkil etilgan Quva tumani qutqaruv stansiyasi faoliyati bilan ham tanishdilar. Bu yerda qutqaruvchilarning xizmat sharoiti, mavjud texnika va jihozlar ko'rsatildi. Fuqarolarga ruxsat etilmagan joylarda cho'milmaslik, bolalarni qarovsiz qoldirmaslik va suv transportidan foydalanishda belgilangan tartiblarga qat'iy amal qilish tavsiyalari berildi.